Assalomu alaykum ahli YouTube, yaxshimisizlar, yaxshimisizlar? Mana bugun bizlar Loyishda joylashgan 150 kvadratlik xonadonga kelganmiz. Ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Mana shu 150 kvadratlik xonadonga mana shu fasad qismiga jiddiy traventin qilish necha pulga tushadi? Baho berasizlar. Keyin eslatib o'tamiz, siz boshidan 50% ni berasizlar. Qolganini ishni bitkazgandan keyin bersalaringiz ham bo'ladi. Narxlar juda ham zo'r, arzonginaga remont qilib olsalaringiz bo'ladi. Juda ham chiroyli fasonda bo'lgan 3D asor rombik fasonida. Ko'pchilik o'sha mana shu fasondan o'rayapti. Mana 2025-yil ham kirib keldi. Bahor azizlar oyi hozirda sezon boshlandi. Akalarimizga murojaat qilasizlar. Usta akamiz Javlon aka mana shu chiroyli holatda bitkazib beradilar. Yaltirashlarga bitta 3D formatiga bitta baho beradi. Juda ham chiroyli chiqqan. Polnislar bilan ko'rib chiqamiz. Uyda egasiga mana shuni 150 kvadratlik fasad qismi necha pulga tushgan ekan remont qilish. Baho berasizlar. Boshladik. Usta akamizni chaqiramiz. Usta aka keling qani. Assalomu alaykum. Javlon aka. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar aka. Nasib bo'lsa yana bitta xonadonni tugatib oldik. Bu yerga qanaqa ish qilganlarimizni birma-bir tanishtirib boramiz. Marhamat. Juda ham chiroyli chiqibdi aka. Hamma o'zi ham mana shu fasondan o'rayaptimi deyman, Javlon aka. Bu yerga rombikcha fason qilib berganmiz. O'rtalariga karishnoydan kaminasi qilib. Juda ham chiroyli chiqdi aka. Buni mana shu nimaga ham sokilga moslab o'ribsizlar-da? Ha, sokilgan. Sokil maloshni bo'lgani uchun devorda ham shu maloshni patologiya tipamizni maloshniga uchun kaminasi qilib berganmiz. Yo'q. Tali tashqari qismi shuncha chiroyli, o'zi hovli ichkarisi vobsha dahshat chiqqan. Xo'p, aka 150 kvadrat, to'g'rimi? Mana shu kattagina hovlimiz. Necha kunda bitkazdingiz, Javlon aka? 150 kvadratni maksimum 9 kunda tugatdik. 9 kunda tugadi, ha? Shunday. Zo'r. Natija zo'r, tashqari ichkari qismi obshi 9 kunda ichida bitgan. Qaranglar, traventinni shunisi zo'r. Birinchidan devorlaringiz asosan mana shu chiroyli chiqadi, ikkin naqd mana shunga 10 yillik garantiya bor, to'g'rimi, Javlon aka? 10 yil garantiyasi bor. Agar sho'ra chiqmasa devor, undan ham ko'p turadi. 9 kunda, qaranglar, 9 kunda ichida tashqari ichkari qismi bityapti-da. Va narxlar ham juda ham zo'r. Xo'p, endi bitta hovli ichkariga kiramiz, bir baho berasiz. Hovli ichkarisini ham asha dahshat qilib chiqarib berganlar, baho bersalaringiz bo'ladi. Xo'p, arkalar tayyorlabsiz-da darvozaxonaga? Ha, bu yerga 4 ta arka tashlab berganmiz. Ichini rombikcha qilib, bu yerga ham karishnoydan kaminasi qilib berganmiz. Yo'q, mana qaranglar. Rombik traventinning ichida eng zo'r fasonlardan biri desak ham bo'ladi. Ayniqsa mana bu penoplastikalar bilan juda ham chiroyli chiqadi, lekin. Ha, Javlon aka. Bu uyda penoplastika, aka? Aha, penoplastikaga. Mana shu narsa qattiq bo'ladi-da, mana urib ko'ryapsiz. Bu fasadni qattiq bo'ladi. Bu usti tim bo'l yana travertin lak bo'ladi. Bu ham yana mustahkam bo'ladi. Ha. Mana atak bemalol urib ko'rsalaringiz ham bo'ladi. Keyin bunda mana chang tegib qolsa, loy tegib qolsa yuvib taylayverasizlar. Jiddiy traventin, aziz do'stlar. Xo'p, aka qarang. Mana shu ko'ryapman, derazalar girdigan penoplastikaga yopishtirib bergansiz bu yoqqa hamda. Xuddi mana shu narsani masalan, buni uyda egasi olib beradi, to'g'rimi aka? Ha, buni uyda egasi olib beradi обязательно. Sizlar yopishtirib berasizlar, to'g'rimi? Ha, yopishtirib berishimiz, misol uchun bonus qilib ichida qilib beramiz. Gap, ichida qilib beriladi. Shunday. Agarda xohlovchilar uchun mana shu narsani men xarid qilib bermay, menga arzonroq tushsin deganlar bo'lsa agar, o'zidan ham chiqarib berasiz, aka? O'zidan fason chiqarib beramiz. Men abrayz qilib, mana bu tarafini o'zidan chiqarib berganmiz. Ha, mana. Bitta bu tomonni ko'rishlaringiz mumkin. Mana bu mana shu kak penoplastikaga bo'ladi, mana ko'rib turayotganingizni qaranglar. O'zidan chiroyli qilib chiqarib berganlar, mana uzoqdan ko'rganda mana shu bo'rtib turgandek ko'rinadi. Bu yoqqa ham arka taylab berasizlar, ha? Bu tarafga ham arka tashlaganmiz. Arka qilganmiz, buni faqat 3D qilib o'zidan fason chiqarib berganmiz. Endi misol uchun kimga shunaqa yo'qsa, misol o'zidan chiqarib bersa shunaqa. O'zidan ham chiqarib beraverasiz, to'g'rimi? Arkali qilib penoplastni tagiga yopishtirib bersa, uyda egasi olib beramiz. Yopishtirib beramiz. Shunaqa yopishtirib berasiz. Shunday. Traventin fasoni juda ham ko'p. Ko'pincha masalan rombiklarni biz ko'rsatyapmiz, masalan karta miro fasonlar bor, to'g'rimi? Shunday aka. Javlon aka. Har xilcha fasonimiz bor. Misol uchun qanaqa fason yo'qsa, o'shani chiqarib beraverasiz, to'g'rimi? Xohlovchilar uchun mana sizlar uyingizni podrashivka qilmoqchisizlar, g'ishtcha ko'rinishda qilmoqchi bo'lsangiz agar mana xuddi mana shunday g'ishtcha sifatida ham bemalol qilsangiz bo'ladi. Lekin yana bir narsani eslatib o'tamiz. Agarda sizlar masalan sokillaringizni qilmoqchi bo'lsangiz, sokilda mana shu g'ishtcha qilib olsa bo'lar ekan. Ha, sokilda ham g'ishtcha qilsak bo'ladi. Endi buni misol uchun tero sokil kafil terdiraman desa, misol uchun vaqtinchaga qilib tursa bo'ladi, to'g'rimi aka? Shunaqa. Vaqtinchaga qilib tursalaringiz bo'ladi. Sokil ham qaranglar, mana shu g'ishtcha qilib, buyog'ini har xil fasonda qilsangiz juda ham chiroyli chiqadi. Baho berasizlar. Xohlovchilar uchun polni mana shunaqa podrashivka ham qilib beradilar, to'g'rimi aka? Shunday aka. Xohlovchilar uchun mana rombik fason, xohlovchilar uchun mana 3D palasa fasoni mana shunaqadan ham chiqarib beradilar. Qaranglar qanday zo'r chiqadi. Bu 3D palasani do'ynoy qilib chiqarib berganmiz buni. O'rtasiga yana 3D qilib chiqarib berganmiz. Qanday tosh bo'rtib turgandek bo'ladi. Toshga o'xshab bo'rtib chiqish uchun. Gap yo'q. Xo'p, bitta bu tomonlari bilan ham ko'rsatamiz. Aziz mana bu tomonlari ham juda ham chiroyli chiqqan mana. Bu yoqqa ham penoplastikaga yopishtirib beribdi. Xuddi mana shunaqa deraza bor, penoplastikaga yopishtirmasa o'zidan chiqar ekanlar. O'zi mana
nimasi ketadi, videosi ketyapti, ko'rishlaringiz mumkin. Penoplast chegasiz ham mana shu chiqarsa bo'ladi. Lekin bu mana buyog'i penoplast bo'lgan, aka. Kimni har xil xohishiga qarab, misol uchun olib beraman, yopishtirib bersa, misol uchun uyligasi olib beradi, yopishtirib beraman. Agar o'zidan chiqarib bersa, kamroq xarajat desa, o'zidan fason chiqarib beraveramiz. Gap yo'q, aka. Xo'p, aka, kvadratlari necha puldan bo'ldi bu uyimizda? $9 bo'ldi. $9 1 kvadrat metr, ha? Shunday $9 dan. Xo'p, 150 bo'lsa aka necha pul bo'lyapti shunda? $1350 bo'ldi. 1350. Zo'r. 1350 ga mana ko'rib turayotganingizdek, ichkari qismi, darzoxona, tashqarilari 1350 ga bitgan mana shu hovlimiz. Xo'p, aka, arzonroqlari ham bormi? Necha puldan boshlanyapti? $8 dan $10 gacha bo'lyapti. 8 dan 10 gacha. Narxlarimiz endi fasoniga qarab narxi o'zgaradi aka. Tushunarli. Sizlar fason tanlaysizlar, shunga qarab narxini aytadilar. Agarda mana shunday rombik fason desalaringiz agar $9 dan bo'lar ekan. Kartamiro fasonlar bo'lsa, o'zi bu yoqqa ketdi. Ha, $10 dan. $10 dan bo'ladi, to'g'rimi aka? Usta akamizga murojaat qilasizlar. Naqd 10 yillik garantiya bor. Fasonga nima deysizlar? Masalan, sizlar videoni ko'rdilaringiz-ku. Murojaat qilsalaringiz agar, masalan, telefon qilasizlar. Aka, menga xuddi mana shu videoda ko'rgan fasonimdek urib bering desangiz, xuddi shu fasonni chiqarib berasiz, to'g'rimi aka? Ha, bemalol murojaat qilsa chiqarib beramiz uni. Xo'p, viloyatlarga qanday chiqyapsizmi, Javlon aka? Viloyatlarga chiqamiz, misol uchun kvadratiga qarab, 200 dan 150 200 kvadratdan balandroq bo'lsa, borib qilib beramiz. Beriladi, ha? Endi undan kamroq bo'lsa, borki, yo'llar asfalt yo'q. Shunday. Aka, bu mana Tojikiston, boshqa yana nimalar chiqsa qanday qilyapsiz aka? Tojikistonga? Ha, yo'q, Tojikistonga chiqamiz. Chiqamiz, ha? Tojikistonga chiqamiz. Murojaat qilasizlar, Tojikistongacha ham borib, mana shu chiroyli xizmatlarni yoritib beradilar. Albatta, fason haqida o'z fikringizni yozib qoldiring. Qayerdan bizani kuzatyapsizlar? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Mana usta akamiz Javlon aka ishlariga bitta baho berib qo'ysa, juda ham chiroyli qilib bitkazib berganlar. Xo'p, aka, uydagilardan nimalar kerak bo'lyapti? O'zi kelganingizda bu devor qanday holatda edi, Javlon aka? Bu devor kelganimiz tayyor shkaturka edi. Tayyor shkaturka. Ha, tayyor shkaturka edi. Bir ikkita ham nima joylari bor, ularni o'zimiz remont qilib, travertdan boshlaganmiz. Misol uchun, agar devorimiz emulsiya yo'l tekis loyshoq bo'layotgan bo'lsa, uyligasi kafilnikli shunaqa lisa olib beradi, yotoq joy. Agar tayyor bo'layotgan bo'lsa, shkaturka boshlayverasiz, yotoq joy qilib beramiz shu. Hozir shunda hamma mahsulot sizlardan bo'lyapti, faqat uyda egasidan bitta mana shu penoplast siyag bilan lisa bo'lyaptimi aka? Lisa, shkaturka tayyor bo'layotgan bo'lsa. Tayyor bo'lsa shkaturka. Shunday. Agarda shkaturkalaringiz tayyor bo'lsa agar, lisa olib berasizlar. Endi xohlovchilar uchun xohlasangiz mana shunaqa penoplast siyag olib beringlar. Xohlamasangiz agar o'zidan chiroyli qilib chiqarib beradilar. Shunday. Uzoqroqdan bo'lsa yotar joy, ovqatlarni qilib berasizlar. Mana xuddi mana shu hovlidagi 9 kunning ichida agar 150 bo'lsa, sizlarning ham kvadratlaringiz 9 kunning ichida mana shu chiroyli qilib o'tkazib beradilar. Javlon aka, sog' bo'ling aka, charchamang. Sherga omad aka, qo'lingizdan qo'ymasa. Murojaat qilaverasizlar usta akamizga, chiroyli holatda o'tkazib beradilar. Samim g'alami garantiyalik ish azizlar. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Nasib bo'lsa, qo'ldan kelgancha chiroyli qilib beramiz, xudo xolasa. Salomat bo'ling. Mayli aka.